Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 12 mart kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushadi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 darajalik. Ustyurtda kechasi 10-12 daraja sovuq, kunduzi 4 daraja sovuq, 1 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq. Navoiy viloyati cho'l hududida kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 darajalik, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi.